kadr yo'q deysizlar, mana kadr akalar sizlarga. Ko'rib turganingizdek, akamizning xohishlariga binoan ichlarini apshubga qilib berganmiz. 6 mm pressovniy faner, patologlar 4 mm bo'ladi. Pollari guvoh bo'lib turganingizdek, alkafondan qilib berilgan. Germetikalar nima deyapti aka? Germetikalar tekisda qilib berilgan aka. Bu yoq tomondan ko'rinishlari. Alkafonlarimiz 21 mikronli alkafon bo'ladi. Balandliklari standartlarga muvofiq, pol qismidan tom qismigacha 1.55 qilib berilgan. Old tomondan ko'rinishi. Ushbu laboni esingizda bo'lsa, ramalarni uchlit qilgan edik. Mana bu yoq tomondan ko'rinishlari. Yonlarida mana aka guvoh bo'lib turganingizdek, trenddagi yashigimiz qora glansviy nержавейкадан qilib berilgan okalar. Okalar kimga shunaqa alkafonli furgon, izotermik yoki tentli variantlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan o'rnab qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan. Aytgancha, orqasini yopib ko'rsating degan akalarimiz uchun maxsus yopib ko'rsatib beramiz. Okalar, yopish ochilishlari plavniy, rossiyskiy furnituralardan qo'yib berilgan. Bu yoq tomondan ham yopib ko'rsatamiz. Ming bor uzr, ozgina shoshilinchda obzor bo'lyapti. Mayli, shunda ham bitta ko'rsatadigan niyatda obzorni qilaman akalar. Zo'rodan ko'rinishlari. Bemalol aloqaga xudo xolasa, ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'ngilingizdan joy oladigan qilib bitirib beramiz. Ushbu obzorni sohna qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringiz bo'lsa, jo'natib qo'ysangiz manfaatli bo'ladigan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.